700 ming, 800 ming sotilib turgan benzin pillalarimizni sizlarga mutlaqo tekin narxlarda tarqatib yuboramiz. Faqatgina akalar shu videoyimizga bittadan like bosib turib, kommentariyaga o'tib akalar omad so'zini yozib, do'konimizda akalar o'zi 10 kungina aksiya qo'yyapmiz. 30-avgustgacha ko'rib turgan komplekt mini traktorlarni kela xarid qiladigan bo'lsang, narxlarini eng arzon optim narxlarda kelishtirib hisoblab, undan tashqari original benzin pillalarimizni bonus sifatida narxidan tashqari qo'shib beramiz. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Zubur 1005 mini traktor olishda qat-qatiga e'tibor bera olishlikni tavsiya qilamiz hamda sizlarga to'liq obzorlarni qilib beramiz. Manzilimiz Marg'ilonda akalar, hokimiyati to'g'risida joylashgan agrotexnikalar do'koni. Butun O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmatlarini qilib beramiz. Ko'rib turgan mini traktorlar akalar universalniy hisoblanadi. O'rimga ham, haydovga ham tayyor holatda moslashtirilgan variantda bo'ladi. Birinchi o'rinda bu traktorlarimizni motor qismidan tanishtirishni boshlaydigan bo'lsak akalar, motor qismlari 1105 motorlar bilan jihozlangan 18-26 kuchli salalikali motor hisoblanadi akalar. Masalan, buni issiq kunlarida, yozgi kunlarida qizib ketib qolmasligi uchun o'zida bundaqa radiatorlarigacha jihozlangan. Bu radiatorlar akalar sizlarga traktorimizni qizib ketmasligini oldini olib beradi akalar. Xo'p, radiatorlari ham kichkina radiatorlardan qo'yilmagan, anchagina katta sifatli radiatorlar bilan jihozlangan. Bu traktorimiz salalikali. Salalka baklari 12 litr, 14 litrgacha bitta to'ldirib olsanglar 24 soatgacha tindirmasdan foydalansanglar ham bemalol quvvati yetib beradi akalar. Xo'p, qo'shimcha dinamli modelda akalar, qo'shimcha dinamli model deganim, buni ichiga yana bitta dinam moslashtirilgan, unda tashqi qismiga yana bitta dinam qo'yilgan. Bu degani akkumulyatorga 100% zaryad beradi degani akalar. Masalan, akkumulyator zaryadsiz qolib ketmaydi yoki da o'lib qolmaydi. 100% zaryad qilib bera oladi. Xo'p, hamda reduktor qismini bitta ko'rsatamiz. Reduktor qismi umuman boshqa tema akalar. Xo'p, ko'p Zubur mini traktorlarimizda buni reduktor korofka qismini akalar 195 Zubur motabloyda korofkasidan qo'yib berishyapti. Biz sizlarga katta bartavoyli modelidan tavsiya qilamiz akalar. Hamda buni o'qlarini ko'radigan bo'lsangiz, ko'p traktorlarimizni o'qi ingichka yupqa bo'ladi. Ularimizni akalar o'qlari ham anchagina katta hamda yo'g'on sifatli qilib ishlangan modelda bo'ladi. Xo'p, oldi baloni 512, orqa baloni razmeri 614 qilib ishlangan modelda ko'rishingiz mumkin. Xo'p, bu traktorlarimiz orqali bunaqa jatkalar qo'yib, buni frezalarni qo'yib, bemalol ustunovka qilib foydalansanglar ham bo'laveradi. Jatkamizni ma'lumotiga o'tadigan bo'lsak, jatkamiz akalar 2 pareli bo'ladi. Mayda o'tlarda ham, baland o'tlarda ham bemalol o'rib berishga mo'ljallangan universalniy variantda o't tanlamas jatka hisoblanadi. Oldingi videolarimizda sizlarga prostoy variantdagi jatkalarimizni obzorini qilgan edik. Xoslarga universalniy variantlarni komplekt qilib qo'yganmiz. Xo'p, 2 pareli bo'lgan hisobiga sizlarga akalar qalin beda bo'ladigan bo'lsa ham bemalol o'rib yotqizib bera oladi. Hamda yonbosh pichoqlarini ham vertikalli pichoqlarga pechatlargacha qo'yilgan variantda bo'ladi. 2 pareli model komplektda bu ham bor. Akalar oldi tomoniga bemalol inshaalloh qo'yib foydalansanglar ham bo'laveradi. 6 ta skorsli modelda. Skorslari 6 ta, toshbaqa quyon bistira skorslari o'ziga qo'yilgan hamda bunda davlina datchik, suv datchik, moy datchiklarigacha o'ziga tayyor qo'yilgan akkumulyator statorli ruchnoy ham zavodit bo'ladigan variantida. 10 kun aksiyada benzin pilamiz bonusiga dastavka butun O'zbekiston bo'ylab ichida. Orqa frezasi 1.30 lik model. Hech qayerda bunaqa 1.30 lik katta freza bergani yo'q, e'tibor beringlar. Bular 1.30 lik katta frezadan bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Reduktorlari ham katta frezasini, skorslarni ajratib qo'shadigan o'zida skorslargacha qo'yilgan. Reduktorlar aytganimda bartavoyli modelda sifati eng zo'ri bizda bo'ladi akalar. Ko'rishingiz mumkin. Dastavkalarni kelishilgan holatda qilib beramiz. Korofkalarga bitta ahamiyat berasizlar. Luboy joydan so'rab olinglar, korofkasini santimetr, necha santimetr deydigan aytadi. Bizniki 70 santimetrli variantida. Akalar 95% joyda
50 sentlik yoki 40 sentlik korobka sotishyapti. Biz sizlarga katta hamda frezasi 1.30 lik modellarini bonuslari bilan tavsiya qilib beramiz. Vozdixlari masliniy model. Ukam ko'p gapirib yording, narxini aytgin degan mijozlarimizga narxi $3250. Butun O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmatlari ichida. Pastki raqamlarga alohida chiqib bog'lansanglar, to'liq ma'lumotlarni olishlar mumkin. Aytganimdek, dastavkalarni butun O'zbekiston bo'ylab qilib beramiz. Traktorimizdan tashqari motoblok, bishalka, drobilka hamma mahsulotlarimizni do'konimizdan topishingiz mumkin. Bemalol pastki nomerlarga alohida chiqib, to'liq arzonlarni so'rab olishingiz mumkin. Shunaqangi Zubr 1105 mini traktorimiz Bartavoil modelidan oqtarib urgan tanishlarga jo'natib qo'yishni misla videoyimiz akeli.